Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan shu OneBlock kartasida bir o'ynab ko'ramiz va survival qilib ko'ramiz. Xo'sh, hozir men bilmayman bu yerda nima qilaman. Bedrockga olaman. Hech narsa qani yo'lga qarab chiqib. Mana bu yerda knopka bor ekan. Xo'sh, knopkani bosdim va ishladi OneBlock. Xo'sh, men qilishni boshladim, mining qilishni boshladim. Sekin mining qilishga tushdim. Mining qilman, hech narsa bo'lmayapti. Shu yerni kattalashtirsam endi sekin. Sal videoda qochishlar bo'lsa uzr so'rayman. Avvaldan uzr. Va sunduq chiqdi. Xo'sh, sunduq ichida nimalar borligini ko'rish kerak. Xo'sh, mana o'zim maqtayapman. Men bu videoni birinchi olib turib, keyin ozvuchka qilaman. Chunki agar videoni o'zida olib turib ozvuchka qiladigan bo'lsam, video vijillagan ovoz tushib qoladi. Shuning uchun o'zingizlar tushunasizlar. Sunduq ichidan 5 ta nom bilan qanaqadir ikkita kitob chiqdi. Xo'sh, endi bu yerlarni qo'yib yana yer o'zimiz turadigan OneBlock kattalashtirishga harakat qilaman. Hozir yana kattalashtirib davom etaman. Xo'sh, hozirchalikka yaxshi ketyapti hammasi. Sunduq qo'ydim, ichiga 5 ta non bilan 2 ta kitobni solib qo'ydim. Chunki o'lsam ham shu 2 ta narsa 5 ta non turib turadi. Va yana yerni kattalashtiraman hozir. Yerni kattalashtiraman. Xo'sh. Nimadir qanaqa salatlar chiqib ketdi. Men nimaga unaqa bo'ldim, tushunmadim to'g'risi. Tak, tezroq blok qo'y endi. Ko'rayotganinglarda umuman knopka topolmayapman. Knopka topolmayotganimning sababini oxirida aytaman. Oxirida emas, o'rtaroqlarida aytaman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Xo'sh, qazoman. Yana har doimgidek o'sha mining. Mol chiqdi. Lekin men buni yerga tushirib yubordim afsuski. Nimaga yerga tushirib yubordimiz bilmayman. Xo'sh, yer va yana o'zim OneBlock'imni kattalashtiraman. O'zi yer topganda nima qiladi? O'sha OneBlock'ni kattalashtiradi. Boshqa nima ham qilsin. Xo'sh. Yana kattalashtiraman. Mana ko'rayotganinglarda umuman knopka topolmayman. Men telefonda o'ynayman, lekin knopkalarni ko'rinmaydigan bitta mod o'rnatgandim. Mana shuning uchun men knopkalarni umuman topolmayman. Taxminan videoning o'rtalarida shu knopkani yo'q qiladigan modni o'chirib qo'yaman va knopkalar bilan o'ynayman. Hozirchalikka o'sh chiqmayman. Nimadir jinniga o'xshab kutib turasizlar endi ozgincha. Xo'sh. Har doimgidek odatiy mining ketyapti bizada. Xo'sh, qo'y turibdi. Versakda yoki qilich yoki kirka yasamoqchiman. Xo'sh. Men daraxt chiqishini kutyapman. Daraxt ham chiqdi. Hozir bundan oddiy taxt yasab olaman va bitta taxminan qilich yasasam kerak. Xo'sh. Somon bloklarni olib qo'yish kerak baribir. Mana. Do'stlar, aytganim ammo knopka topolmaganim sababli hozir o'shim gandirsindir bo'lib qo'yapti nimadir. Xo'sh, men hozir shunda chiqaman va knopkalarni bor qilib qaytaman. Sizlar esa 1 minut, to'g'ri 1 sekund kutib turasizlar. Xo'sh, ana men knopkalarni yo'q qiladigan modni o'chirib qo'ydim. Ana endi bemalol o'zimiz xohlagandek mazza qilib knopkalarni ko'rib o'ynasak ham bo'ladi. Xo'sh, men har doimgidek o'zim uchun bitta 4 ta palka 8 ta qildim va undan men prosta palkani o'zi verstakka va sandiqlarni qo'yib turib verstakka qo'yaman va undan nima yasayman? Va men qilich yasar ekanman. Chunki qilich yasashim kerak, chunki qo'ylar ko'payib ketgan. Va bitta qo'ylarni o'ldirib chiqaman hozir. O'zingiz ko'rib turganingizdek va men jinnilik qilib shu bir dona qo'yni o'ldiraman deb bilasizlarmi nima qildim? Unda tomosha qilinglar. Ko'rib turganingizdek bitta dona qo'yni o'ldiraman deb shuncha resursimdan voz kechdim.
Anaqasi qo'y ham oldim, men ham oldim. Foyda bormi? Foyda yo'q. Xo'sh, mana endi noldan o'zimni qilgim kelmayapti. Mana jahlim chiqyapti. Shuning uchun bu narsani ko'rsam sizlarga 3x tezlashtirib boraman. Va mana do'stlar, o'zimning resurslarimni ham qayta tiklab oldim. Va menda bitta qorong'i kechqurun bo'lgan bitta sunduq chiqdi. Uning ichidan suyak ko'kuna chiqdi. Men u sandiq ichida va yana daraxt ham bor ekan. Meni xayolim shu o'zida eski daraxt o'stirish kerak. Men o'zimda ham taxminan 3 ta yoki 4 ta daraxtim bor edi. Mana bittasini ham ekib qo'yganman. Hozir o'shini o'zim o'stiraman. Mana suyak ko'kuna olib hozir qo'limga daraxtimni o'stiraman. Yo'q, daraxt o'stirmas ekanman. Undan oldin daraxtni ekish uchun kengroq joy qolaman. Chunki daraxtni barglari yerga torrog'i cheksizlikka tushib ketishi mumkin. Shuning uchun yerni kengaytiryapman. Xo'sh. Va bu ham 2x tezlikda botdi. O'zinglar tushunasizlar. Tez qilib chiqyapman. Hozir men buni qilib bo'lganimdan keyin sekin daraxtlarni ekib, men sizlarga zo'r layfhak ko'rsataman. Xo'sh. Biz oxirgacha kutamiz. Va mana do'stlar, yaxshilab e'tibor berib turinglar. Suyak kukunini olib turib, bir marta sekin, 2 marta tez bossanglar, shuni bitta o'sadi. Agar daraxt o'sishiga joy yetarli bo'lsa, bo'lmasa o'xshamaydi. Mana qaranglar, hozir men ham qilib ko'raman. Daraxtga joy yetarli, o'sishiga daraxtni o'sishiga joy yetarli bo'lmasa ham, lekin o'smaydi. Hozir qarab turinglar. Yoki bo'ttamasligini. Hozir joy kengaytiryapman. Chunki daraxt ekish uchun oddiygina, boshqa narsa uchun emas. Xo'sh. Mana. Daraxt ekish uchun joylarni tezroq qilishim kerak. Xo'p. Ana bo'ldi shu bilan. Va sekin bu daraxtni ham chopib olamiz. Blok. Ana bo'ldi, bitta daraxt chopilgandan keyin uni hech qachon bargini anaqa o'zinglarning qo'linglar bilan tez sindirib tashlamanglar bargini. Chunki bargidan mamlaqa agar Vambolok kartasini o'ynasanglar, mana shunaqa urug'lar tushadi, shuni eklasizlar. Agar o'zinglarning qo'linglar bilan tez olib tashlasanglar, tushish foizi kamroq bo'lar ekan.
Shuning uchun ana endi mana ko'rdinglar, bir marta ikki marta test qilsa ham o'smadi. Chunki mana daraxtga joy yetarli emas. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turgan. Endi 2x qo'yaraman chunki men yana daraxtlarni kesib sekin yana mining qilishga tushaman. Qani ketdi. Mana endi daraxtlarni qazib ham bo'ldi, ertalab ham bo'ldi. Men bu suvni quyib qo'ygan joyim nimaga desanglar, men buni videoga olmadim, to'g'riroq videoga olmay qolibdi. Nimaga suv quyib qo'yding desanglar, chunki suv qo'ygan agar men bexosdan tushib ketib qoladigan bo'lsam, agar qanaqadir mo'jiza bo'lib shu suvga yetib oladigan bo'lsam, demak bemalol chiqib olaman. Tirik qolish imkoniyati bo'lishi uchun. Va mana hozir sandiqqa narsalarni joylab, lekin yana mining qilishga tushib ketaman. Ana endi bo'lsa sekin biz shu yerlarni yana kattalashtirib, ko'proq joy ochib, ko'proq daraxt ekishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir tez qilib tashlayman, chunki tezroq bo'ladi shunday ishlar va men tezroq daraxtlarni ko'rib, tezroq bu van blokdan o'tishni istayman. Va mana do'stlar, videoni mana shu joyda tugatsam bo'ladi. Nimaga desanglar bo'ladi, mana shu yetarli. Chunki men hali YouTube'da registratsiya qilganim yo'q. Shuning uchun o'zingiz tushunasizlar. Mana shu holatgacha keltira oldik. Mana hozir men burchagiga borib sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu holatigacha keltira oldik. Ko'rib turganingizdek, unaqa katta progress bo'lgani yo'q. Bu videoga boradi. Ikkinchi qismini kutinglar.